Assalomu alaykum do'stlar. Devlog 15 ga xush kelibsiz. Bugun uchun juda maxsus kun. 30 kunlik marafonimizning bir asr yarmi, ya'ni 15-kunida ko'rib turganda xursandman. Yana mara chizig'iga ham borog'i 15 kun qoldi. Bugun videoni qisqa qilib, hozircha bugunlikcha kod yoza olmaymiz. Shunchaki bir tantanali ravishda devlogni yarmini nishonlaymiz. Xullas, o'zi bu devlogni chiqarishdan maqsad hozir menda leave funksiyasi yoqilmagan. Baribir cheklovlar bor edi. Shuning uchun har kuni vaqtimni to'g'ri taqsimlab videoni yozib, montaj qilishga, yuklashga harakat qilyapman. Bu marafonni chiqarishdan asl maqsadim shunchaki tayyor kodni ko'rsatish emas, balki har qanday qiyinchilikka qaramay har kuni tinimsiz mehnat qilish va sizlarga ham ulashish edi. Xatoliklar bo'lsa ham birga o'rganyapmiz va rivojlanyapmiz albatta. Marafonning birinchi yarmini dahshatli g'alaba bilan yakunladik. Qolgan 15 kun ichida loyihamizni yanada yuqori cho'qqilarga olib chiqamiz albatta. Kichik xatoliklar yoki ma'lum bir cheklovlarga qaramay meni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun barchangizga rahmat. Videoga like bosib qo'ying va izohlarda qo'llab-quvvatlang. Ertaga ikkinchi yarmini boshlaymiz. Devlog 16 da ko'rishguncha xayr.